Assalomu alaykum hurmatli onaxonlar, aziz opa-singillar. Mart bahoriy bayramlarga boy oydir. 8-mart bayrami bilan boshlanib, Navro'z hamda muborak Ramazon hayiti bilan davom etadi. Ayniqsa, Xalqaro xotin-qizlar kuni mehr-muhabbat, nafosat va matonat timsoli bo'lgan ayollarga yuksak ehtirom ifodasi sifatida keng nishonlanadigan bayramdir. Bugun yangi O'zbekiston taraqqiyotida chortoqlik xotin-qizlar ham davlat va jamiyat boshqaruvining barcha bo'g'inlarida faol ishtirok etib, o'z bilim va salohiyati, tashabbuskorligi va mas'uliyati bilan yurtimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shmoqdalar. Ushbu quvonchli kunda barcha onaxonlarimiz va opa-singillarimizni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bayrami bilan chin dildan muborakbod etaman. Barchangizga bayram muborak bo'lsin deyman. Yuqorida aytib o'tganimdek, mart oyida ko'plab bayramlarni nishonlaymiz. Jumladan, Prezidentimizning shu yil 6-martdagi 82-sonli qarorlari bilan bu yilgi Navro'z bayramini Navro'zni ulug'lash insonni ulug'lashdir degan bosh g'oya asosida umumxalq sayli sifatida ko'tarinki ruhda keng nishonlanadi. So'zim yakunida yaqinlashib kelayotgan umumxalq bayrami Navro'zi olam bilan ham barcha yurtdoshlarimizni samimiy tabriklayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin.